Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga nihoyatda jafo tortgan va shu jafosining halovatini ko'rgan bir o'quvchining qissasini so'zlaymiz. Abbosiylarningki vaqtida Bag'dodga yiroq bir yezidan bir o'quvchi keladi ekan. O'quvchi oilasi bilan kambag'al bo'lganlikdan yarim kun ishlab, yarim kun o'qishga majbur bo'ldi ekan. Shundan Bag'dodda bir uyni kirolab, yolg'iz turdi ekan. Attigandan tushguncha ishlaydi ekan. Qanday ish bo'lsa ishlaydi ekan, hammollik bo'lamdi, ish qilib, qanday bir ish bo'lsa ishlaydi ekan. Tushdan keyin madrasaga berib o'qiydi ekan. Shunda davomlashibdi bir qancha yil. Bir kunlarda bu ish tepish biroz qiyinlashib qolibdi. Şuna olan bu öyününki kirasını veremey qiyinchilikqa uchrabdi. Aslida o o'quvchi tapgan pulning bir bölükini o'ziga xarajat qildi ekan, bir bölükini ailasiga avatib berdi ekan, bir bölükini o'sha uyning kirasiga yig'adi ekan hamda. Shunga kirani beramagandan keyin bu uyning egisi Muşu 3 güngacha sen kirani bermasang chiqib ketsa, agar chiqib ketmasang ben podshoning lashkarlarini boshlab chiqaryapman deb uni tahdid qilgan. 3 kungacha qattiq tirishdi ekan, yana bu pulni jam qilolmaydi ekan. Shu 3 kun to'shqandan keyin chorasizlikdan uydan chiqib ko'cha ayrılib mangadi ekan. Yana bu beshi qattiq qatgan bir odam nima qilishini bilmagan vaqtida nega mengayotganligini, nishonning nima ekanligini hech kimni bilmay shuna mengib ketgan ish endi. Mengayibdi, bir ko'chalarga kirib, bir ko'chalardan arilib o'tgandan keyin kona bir uydan bir odamning injiqilgan ovozi chiqdi ekan. Bikimni chaqirganda shunda, bikimni bir nido qilganda shunda bir ovoz anglaydi ekan. Ho'ylisiga kirib qarasa, yashinib qolgan bir odam shu yotadi ekan. O'quvchini ko'rgandan keyin kelgan bolam yanimga kelgan. Deyotgan, shuni bilan men misharimda yolg'iz turyapman. Hozir men ajalninki qo'yniga ketib boryapman. Bu dunyoda endi mishargacha shuncha yashapman. Dunyoda hozir bir dona bir armonim borda, shu akamni izlash. Akamni izlab topolmadim. Endi menga bir üzüm ekib bergan bo'lsam, qattiq üzüm yegim kelib ketib, ulab qolsam, shu üzümni yeyib ulab qolay dedim deytgan. Ma'qulda uning ahvoliga qarab bu o'quvchi chaqirib shahar chiqib ketib bozorni izlab yurib, bir üzüm topadi ekan, bir baqqalning qishdan. Üzümni olay desa endi pul yo'q hamda. Bitki üzümni elib, üzümni chakminni chapinni sepirib, ben pul tepib kelgandan keyin sizga pulingizni berib evolaman deb üzümni elib keldi ekan. Üzümni odam yuguzdi ekan. Yuguzib üzümni yeb o'tirib, o'quvchi so'raydi ekanda, "Akangizning gapni qildingiz, akangizga nima bo'lgan?" deytgan. Akamning qissasini desam, shu 20 yil burun biz akam bilan ikkimiz shu Kashmir, Bag'dod orasida savdogarlik qilatdik. Ipak, qimmatli bunda marjon, tosh, oyna binasini yetkaytdik. Turmushimiz bunday yaxshi edi bizning o'chog'da. Bir kunlarda bir yat bir yurtda qunab qolgan bo'ldik. U yurtning odamlarini shunda bulanchilari kuchliq, bexatar emas deb shunda mashhur demdi. Shunda o'sib hamda bir qancha karvondagi kishilar bilan bir kecha qunadigan bo'ldik. Qunab yetishdim burun men akamga akamning qo'ldagi shu oltin, kumush, nurg'un pulni siz xohlasangiz shuni bir yer ko'mab qo'yinglar. Misha bir yer ko'mab qo'yinglar. Agar qaroqchilik kelib qolsa, uning qo'liga tushib ketmaslik uchun bir yer ko'mab qo'yinglar, menga bering dedim. Berdi. Shuni olib bir yerga to'pig'i ko'mdim. Ko'mdik, shu rost deganda shu kechasi bulanchilik qilib aramızda nurg'un odamni o'ldiryapti, meni urib, meni hushimni ketkizib o'tgan attigini uyg'onib qarasam, yanimda akammi yo'q, bir qancha odam uylarga yotadi, shuni bilan aşağıdan qarasam,
pulni altın bayani ulu kömepti. Onu elip kettim şunu. Ketip akamni izledim. 20 yılın yankısı akamni izledim. Hiç kadar izdirikini tapamadım. Çünkü akamның pulu da bu hamdı. Şunu olan bana ben bir yerde medikaçılık yapıp işledim. Akamның puluğu tegmedim. Şunu tegmeyi saklavat attım. Hem de karısam bana onamdan duramaydıgan halet kip kaldım. Belki benim ecilim kip kaldı hem de. Başka çare yok. Şuna sen müşahini kalsan müşahini kümeylik binası batı. Şunu ağan deyken, ağandaki bir şu altın kübüşlerini alıdiken bir hocan kız sep koyalım. Ağanlık bu senin hem de. Çünkü ben yetküzenmedim, ahiretke ilip gidemeyme, hem de bu senin olsun sana bu tamamen haklılık bu. Sen kembeğil bir okuğucu balıkken sen de. Biri diken, şunu bu adam vafat olap gititken. Bu okuğucu şun pulunu elip çıkı diken. Çıkıp hem de denizin a tarafıyla ütey hem de Fırat deryasının a tarafıyla ütey de gitip bağa vaxtı da aşu bunda kulvaqlını heydetkan yani deniz şoförleri oturdu iken bunda karşı yat çette bir adam beşini sangıltıp na biçare halatta oturdu iken şunun qışqı berip muşu adamını kiralayım da muşu adamga bir küçük yardım bulap qalsın deb şunun qışqı berip ben sizning kulvaq bilan ayet tarafga ütey deymen deb şunu paranlaşıp otururken maqıldap onunki naat kembeğilliği qarab muşu puldun biz çıqıraq bitki bəsəm boğudak bu adamga deb bitki pulunu tanglasa o adam yığılap ketitken men munda kembeğil emasdam burun bek baydım bayliqimizni aş ukam qaraqçılar bilan birleşip şu bayliqimni elip ketibdiken 20 yılın yankısı bayliqim ajrab ketganligim uchun şu mishal bir de medikaçılık qilma bir de muşunda qo'l vaqt adam to'shima ayda qilib turmushim faqat yaxshilanmadi degandan keyin qachon bo'lgan bu desa palani tarixda bo'lgan bunun 20 yıl burun ukamning aytib palani de mening aytdim mandaq deydi ukusninmi o sakrat yetib deppaga vaqtimi muşunda tarixda bo'lgan akamning aytib mundaq de mening aytdim mau deb deppagini aytib o'til ketdam da o degandan keyin o o'quvchi turib ketib andada ma bayliq sizning bayliqingiz ekan ukungizni siz xato o'ylab qolibsiz sizni topolmay 20 yilning yanqisi mushu bayliqni haylimay o'zi medikachilik qilib ishlab mushuni saqlab ketdi ekan u tugab ketdi endi buni menga bergandi endi bu sizning omonatingiz ekan elim deydigan degandan keyin bu odam turib ketib yo'q men yerimni olay andaqda yerim sening olsun bermasangmi bermaydim bilmaydim buni men endi sen Allohdan qo'rqib menga buni berding yerimni olsun og'an degandan keyin o'quvchi yo'q bu menga tegishlik bo'lmagan narsani ololmayman biroq bu shu o'zim olgan yerda chakmanimni berib bir dirhamga qazda olib qolgandim bir dirham bersang men shu qazimni o'tib olsam bo'ldi menga bir narsa bermagin deydigan ma'qulda shuningdek bir dirhamni ilib berib shopinni olotgan ondan keyin yana ko'chaga kirib endi o'qishimni yana boshlay deb kelib olsa bu podshohning lashkarlari uchrab qilib mushuni izlab kelayotganligini deb uning yeniga kirdi-kanda hamda shu uyning kirosini bermagan odam uyning egisi meni izlatga o'xshaydi deb qolgan biroq u to'g'rida emas deyotganki sen bir o'quvchi talibi ilm ekansan bizning podshohningki hojib ya'ni kotibi vafot bo'lib ketganda shuning o'qigan kishilarning bir kotib kerakdi seni podshohning saroyiga ilib ketgil keldi o'qigan ma'qulda bortgan berib podshohning saroyiga kirib u o'sha kotiblik qilgan bir tarafni o'qiydi ekan bir tarafni o'qib bir tarafni kotiblik qilib intayin tirishchanlik bilan ham katta olim bo'ldi ekan ham bir tarafdan yuksilib vezirlik darajasiga yetdi ekan bu vezirlik darajasiga yetib shu vezirlik zamonida jiq yaxshi ishlarni qilgan nurg'un masjidlarni soltgan nurg'un insonlarga yaxshilik qilgan nurg'un ulamolarga yordam qilgan
Aşında qilib İbn Javzi degan olim bilan bir asrda yashayotgan bu shu vaqtida o İbn Javzi degan olim ham bak jiq yaxshilik qilgan. İbn Hubayr degan vezir endi bu Abbosiylarninki davlatidagi eng mashhur vezir İbn Hubayr. Bu tarixda nəhayət məşhur adam. Endi bu adamninki shuncha jafo tortdi. Allah Taala onun g'aybdan bir pul berib qo'ydi. Lekin shuni o'ziga tegishli bo'lmaganligi uchun o'zining egasiga topshirdi. Ya'ni Allohga taqvolik qildi. Taqvolik qilish natijasida bu odam shu o'zining maqsad qilgan narsani topdi. Pul molg'imi ega bo'ldi, ilmgimi ega bo'ldi, har ikkisida yuksaldi. Chunki Alloh Taolo Qur'on Karimda ve men yettaqillaha yec'al lahu mahrajan ve yerzuquhu min haythu la yahtasib deydi. Kimki Allohdan qo'rqsa, Allohga taqvolik qilsa, Alloh taolo uningga chiqish yo'li berdi. Har qanday bir qiyinchilik chiqish yo'li berdi va uningga o'ylamagan yerdan rizq berdi. Mush oyatning taqozosi bilan bu odamga Alloh taolo bu o'quvchiga shu chiqish yo'lini bergan, uningga o'ylamagan yerdan shunday rizqni bergan. Rizq degan pul molg'ina emas, rizq degan hidoyat, iymon, tan saqligi, boylik, qatorliq hammasi Alloh taolo ato qilganning hammasi rizq. Demak bu qissadan bizning oldig'imiz chidab Allohga taqvolik qilib, dinimizning prinsiplariga amal qilib, o'zining prinsipida ching turib, bo'shab qolmay, o'zining yo'lidan adashmay, yo'lni davomlashtirgan odam cho'qim chiqish yo'liga erishadi va murodiga yetadi. Alloh taolo hammamizni mushu qissadagi murodiga yetgan kishilardan qilsin. Amin.